Qizlar, siz ham serum ishlatasiz va uni mana shunaqa, mana shunaqa qilib surasiz. To'g'rimi? Bu noto'g'ri. Serumlar konsentrlangan bo'ladi. Ya'ni ta'sir qiluvchi moddasi konsentratsiyasi kuchli bo'ladi va uni yuzga ko'p miqdorda surish zarar. Sizlarga hozir qanaqa qilib to'g'ri foydalanishni ko'rsataman. Olamiz, qo'limizga tomchilaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tomchi yetarli. Qo'limizda qizdiramiz. Va yuzimizga, bo'ynimizga shu usul bilan suramiz. Har doim go'zal va sog'lom qoling.